Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz insanның yaratılış doğrusida. Bugünkü saytimizde hal qiladigan meselelerimiz Allah yaratgan tunji insan kim? Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratışdan burun nimalarni yaratgan? Allah Adem Aleyhisselam'ı nimadan yaratgan? Allah Adem Aleyhisselam'ı nima uchun yaratgan? Allah Adem Aleyhisselam'ı qandaq azizlagan degandek bir qator savollar bizni to'xtalamiz. Unda bir-birlab kelaylik. Men savol so'rasam javob bersanglar bo'ldi, ha? Allah yaratgan tunji insan kim? Qaysinglar bilasizlar? Adem Aleyhisselam. Maşallah. Bunun cevabını hemen bilirsiniz. Maşallah. Allah yaratgan tunji insan Adem Aleyhisselam. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıştan burun nimalarni yaratgan? Qaysinglar bilasizlar? Perişteler, bırakını, sultan terrik. Yaxshi, maşallah. Perişteni yaratgan. Yeniço? Cennet ve yaşam. Bıraklarını asman, ziminlarni yaratgan. Maşallah. Yeniço? Maşallah. Qarab baqaylik. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratışdan burun nimalarni yaratibdi ekan? Qarab baqaylik. En avval Allah Teala özünün erişini yaratıp bolgandan keyin tunji bulup yaratgan narsa qalam ekan. Allah tunji bulup qalamni yaratgan deydi. İkinci bulup Allah Teala Lavhul Mahfuzni yaratgan ekan. Allah qalamni yaratib bolgandan keyin qalamga yozgan deb buyruq qilgan. Shundan bilan Lavhul Mahfuz, ya'ni inson bütün olimlarninki taqdiri, biz taqdir dersimiz o'rgandik-ku. Taqdirimiz nega yozilgan demiş qalam bilan Lavhul Mahfuzga yozilgan. Lavhul Mahfuz yaratılgan ekan. Ondan keyin osmon va zamin yaratılgan ekan. Yani osmondagi bütün yulduzlar, zamin, zamin aytmasanglar tuproq dedinglar maşallah. Zamindagi tuproq, ondan boshqa tog'lar, dengizlar, sular, shu o'simliklar, hayvonlar degandek narsalarning hammasi yaratılgan ekan. Ondan boshqacha insonlar yaratilishdan burun jinlar va farishtalar yaratilib bo'lgan ekan. Jinlar va farishtalar yaratilib bo'lgan ekan. Bularning hammasidan keyin Alloh taolo kimni yaratibdi? Adem Aleyhisselam'ı yaratibdi, ha? Undaq savol. Allah Adem Aleyhisselam'ı nimadan yaratdi? Nimadan yaratdi? Laydan yaratdi. Maşallah. Allah Adem Aleyhisselam'ı laydan yaratdi. Bununla biz Kur'an-ı Kerim'den bir delilini görüp bakaylı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nınki insanı, Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratkanlığı ait nurgun ayetler var. Bu ayetten açıda ben size bir ne keltirdim. Bunu kim okup baksın? Lütfullah okup baksın. Huvellezî halakakum min tin. Tercümesi okuyalım mı? Allah sizlerini, yani sizlerinin atanlar Adem'le laydan yarattı. Sure En'am 2. ayet. Maşallah. Allah Teala Sure En'am'ın 2. ayetinde Huvellezî halakakum min tin degeni. Yani Allah sizlarni, yani aslanın atanlar Adem'ni laydan yarattı deb bizge Adem Aleyhisselam'ni laydan yaratganligini bize haber bergen. Biz bu to'g'riq mazmunlar o'tgan soatcha so'zlab bo'lgan. Shunda qo'nda qo'ygandan keyin men bu mazmunni takrorlab o'tmayman. Ya'ni tuproqning nimaligini hamma yerda rasmda ko'rsatib qo'ydim. Shunda tuproqni Alloh taolo yaratgan. Endi yana savol. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı nima uchun yaratgan? Bu savolning javobini bildiganlar bormi? Cevap berpekler. Aslında bizni imtihan alış için. İmtihan qilish uchun yaratdi. Maşallah. Biz qarab ham, maşallah javobingiz aytdi yaxshi. Qarab baqaylik. Qur'on Kerimda Allah Taala Adem Aleyhisselam'ı yaratishlik sababini nima deb tilg'abdi? Ya'ni zaminda xalifa qilish uchun yaratdi deb javob yozdim men. Bunun delili Baqara surasining 30-oyati. Baqara surasining 30-oyati. Bunu Enfal siz okuyalım ayetini. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً Öz vaktida Perverdigarın periştelerge men yeryüzüde halife yani
basar yaratman dedi. Maşallah. Yani Allah Taala farishtalarga Adem alayhissalom yaratgan chaqda nim debdi? Men yer yuzida xalifa yarataman debdi. Yani Adem alayhissalomni xalifa qilish uchun yaratgan. Xalifa degan nim degan gap desanglar, Uyg'urchasi o'rinbosar degan gap. O'rinbosar. Masalan, bir avloddan keyin hin bir avlod keldi, hin bir avloddan keyin hin bir avlod keldi shundami? O'rinbosar degan shu. Yani demakchi bo'lgani odamni, ya'ni insonni men yer yuzida hukmron qilaman. Yer yuzida hukmron qilaman. Yer yuzining xo'jayini qilaman deb turib Adem alayhissalom, Alloh taolo Adem alayhissalomni xalifa bo'lish uchun yaratgan. Endi insonning yaratilishining nurg'un hikmatlari bor. Bayatdan sildinglar, imtihon qilish uchun yaratilgan dedik. Yana boshqa oyatlarda Alloh ibodat qilish uchun yaratilgan deb bor. Biz bu to'g'risidagi mazmunlarni keyinchi o'rganamiz. Hozir Adem alayhissalomni yaratishga maqsadi zaminda xalifa qilishdi. Hozir shuni bilib tursanglar bo'ldi, ha? Zaminda xalifa qilish. Ya'ni zaminda o'rinbosar qilish. Ve üçün Allah Taala Adem alayhissalomni yaratgan. Endi Allah Taala Adem alayhissalomni yaratib bo'lgandan keyin farishtalarni nima degan do'stlarcha? Farishtalar nima degandi? Buni biz Ma'u oyat Baqara surasining 30-oyatidan ko'rib boqaylik. Farishtalar nima debdi? Oyatni qaysini o'qisizlar? Xadija o'qing. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما شاء الله. Allah razı olsun. Yani Allah Taala Adem alayhissalomni yani zaminda xalifa yarataman deb farishtalarga degan vaqtda farishtalar nima debdi desanglar, yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan debdi. Endi o'ylab boqaylik, bu Adem alayhissalomni endi yaratdi. Shundami inson deb endi yaratildi. Bu farishtalar nima deb yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan deydi. Yani insonniki buzuqchilik qiladiganligini, qon to'kadiganligini farishtalar nereden biladi? Bunun cevabını ben sizlerge bereyim. Farishtalar Allah Taaladan bunun hikmetini bilish uchun, odamni nima uchun yaratganligini Allah Taaladan so'rab, bunun hikmetini bilish uchun bu savolni so'ragan. Yani farishtalar keyingi odamninki keyingi kishilarni farishtalar bilolmaydi. Faqat farazga asosan Allohdan uning hikmetini bilish yuzasidan so'ragan. Agar argizmi Alloh taologa nima shunday qilding deb savol qilish maqsad emas, balki javobini bilib olish maqsadida bu savolni so'ragan. Farishtalar debdi yana, halbuki biz seni pak etme deyileymiz. Biz seni her vakit pak etme deyileymiz. Hiç qachon sana itaatsizlik qiladigan ishni qilmaymiz. Yani sana asilik qilmaymiz. Her vakit sana ibadet qilamiz. Muqaddas deb deyileymiz. Yani bu zaminda xalifa bo'lishga biz loyiqdik degan ma'noda dedi bu gapni farishtalar. Yani biz her vakit sana ibadet qiladigan bir itoatman bandalar, biz shunda xalifa bo'lishga biz bekroq loyiqdik deb Alloh taoladan bu savolni so'radi. Ondan keyin Alloh taolo deb javob berdi farishtalarga, men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsani bilman dedi. Sizlar bilmaydiganni men bilaman. Sizlar bilmaysizlar dedi. Keyingi oyat qarab boqaylik, ha? Oyatni qaysini olib boqsizlar? Allah bütün şeylerinin namlerini Adem'e öğretti. Andil onlarını periştilerge körsütüp halife buluşka Adem'e karıyığanda biz haklık deydiğen karışımlar da rastçil bolsanlar bu şeylerden namilerini bana eğitip birinler dedi. Maşallah, Allah razı olsun. Aldık dersini dedik, Allah Taala men hakikaten size bilmeydiğin dersini bilmem degenden keyin Allah Taala Adem Aleyhisselam'a bütün şeylerden namlarını öğretti deydi. Mavu derek, yani mavu tağ, mavu taş, mavu toprak, mavu koş degendek bütün şeylerden namlarının hepsini Adem Aleyhisselam'a öğretken. Yani Adem Aleyhisselam bir yerde
Pərişlərdən mi bilimli olub kitibdi oyna. Həmmini bildiğən olub kitibdi. Şunu olan anne ularını muşunu pərişlər göstərib durub. Yani Adem Aleyhisselam'ın muşu bildiğanlığını pərişlər göstərib durub. Xalife buluşqa Adem'e qarğanını biz haqlıq deydiğən qarşınlarda rastçıl bolsanlar, yani haqiqatan biz layıqdıq desanlar, bu şeylərinin namlarını mənə aytib biranlar. Bu nimo, yani mesela bu daraq, yani bu çiçek, şundamı? Muş nəsənəki namlarını mənə aytib biranlar, yani bilsanlar, depdi. Şunun bilan Pəriştilər qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim depdi. Yani seni bütün kemçiliklerden pak dep tanıymiz. Biz sen bildirgenden başkını bilmeymiz. Hakikaten sen hemmini bilgicidursan, hikmet bilen iş kılgıcıdursan dedi. Pəriştilər depdi. Biz sen bildirgenden başkını bilmeymiz. Bilmeydikenmiz ya Allah'ım. Biz seni pak dep bilmez. Hakikaten hemmini sen bilirsen biz bilmeymiz dep qana qıptı Allah'a teslim boptu. Şunu bilan Adem Aleyhisselam'dan kelip şeylerinin namlarını Allah Taala Adem Aleyhisselam'dan sorğandan keyin Adem Aleyhisselam bütün şeylerinin namlarını sorğan sualga cevap to'g'ri cevap beralabdi. Onundan keyin Allah Taala pəriştlərni secde qilishga buyuribdi. Hammanglar Ademga secde qilinglar deb secde qilishga buyuribdi. Bu chaqda iblisdan boshqa bütün pəriştlər secde qilibdi. Ana buningki dalili sifatida yana Mushu Baqara surasining 34-oyati bor. Aziza o'qib beqinglar. معقل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Öz vaqtida pəriştilərə Adəmə səcdə qılınlar dedik. İblisdən başqa hamısı səcdə qıldı. İblis səcdə qilishdan baş tortdi. Takabburluq qildi. O kapellardan bulup ketdi. Yaxşı maşallah. Yani bütün pəriştlər secde qildi. Lekin iblis secde qildimi, secde qilmadi. Yani iblis secde qilishdan baş tortdi, takabburluq qildi. Shundan o Allah Taala uni kafirlardan bo'lib ketdi dedi. Va kana minal kafirin. O iblis kafirlardan bo'lib ketdi dedi. Endi sizlardan so'rab baqay, iblis kim? Qaysinglar javob bera olasizlar? İblis kim? Şeytan. İblis şeytan. Yani Allah iblisi nimeden yarattı? Ot. Ottan yarattı maşallah. İblis pərişti mi onu mu? Cin. Maşallah. Hemen bildik kendisiler. Maşallah. Barakallah. Yani iblis şeytanların boğusu. Şundan koy şeytanların boğusu iblis. Allah iblis nimeden yaratkan? Ottan yaratkan. O cinlerin qatarıdın. Herkes pəriştinin qatarıdın emelse o cinlerin qatarıdın. Yani Kehf Suresi'nin 50. ayette qarsanlar Allah Taala iblisni yani cinlerden idi dep ayette keltirgen. Endi bu iblis uzun yıl Allah ibadet qilgan. Keyin Allah'ның Adem Aleyhisselam'a secde qil degan buyruqqa amal qilmaganligi uchun kafir bo'lib jannatdan haydalgan. İblis keyin degandan javobi mana shu. Maşallah buni hammalar bildikansizlar. Endi Allah Taala Adem Aleyhisselamni qanday azizladi, qanday hurmatladi degan savolning javobini bir taqdir baqayli. Bayatdan biz cevabını bir akor çıkıp oldu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın nahiyetimiz yukarı köyde. Pəriştlərdən üstün köyde. Şundak o. Emni qandaq üstün köyde. Şunu qarab bakaylı. Birinci olup Allah Teala Adem Aleyhisselam'ını öz kolu bilen yarattı. Pəriştlərni qandaq yarattı? Kun dedi. Bu pəriştlər yarılıp ketdi. Şundak o. Kun deyiş bilen pəriştlər nurdan yarılıp ketdi. Yani Allah Teala Adem Aleyhisselam ben öz kulum bilen yarattım. Ben öz emgikim bilen naittim. Cabbat atıp durup kulum bilen yarattım dedi. Yani Allah Teala Adem Aleyhisselam öz kulum bilen yaratkanlık. İkincisi Adem Aleyhisselam'ın yeryüzde halife kılıç bilen hürmetledi. Yeryüzde halife kılamayan dedi. Pəriştlər biz layıqdıq dep durup alsa nim dedi? Ya sizler men bilgen bilmeysizler. Eğer rastçıl bolsanlar ma şeylerin namlarını dep bakыңlar qane dedi. Şerişte dep berenmedi. Yani Adem Aleyhisselam muşundaq yeryüzde halife boluşqa layık dep adamni hürmetledi. Üçüncüsü Allah Teala Adem Aleyhisselam'a bütün şeylerinin namlarını öğretti.
Yani Allah Teala Adem Aleyhisselam'ni ilimde üstün kıldı. Perişlerden mi bilimli kıldı. Şunun bilen Adem Aleyhisselam perişlerden bekrak, hürmetlik, izzetlik oldu. Yani dörtüncüsü Allah Teala perişlerini Adem Aleyhisselam'a secde kıldı. Yani Adem'e secde kılınlar dedi. Yani bir yerki secde kılış, herkesin bizden Allah'a secde kılıp ibadet kılınımıza secde emez. Bu fakat Allah'ın buyruğuna amel kılıp durup secde kılış. Allah secde kıldı de, şu sebepten secde kıldı. Herkesin Adem'e ibadet kılış yüzünden secde kılmadı ya. Bunu doğru düşünüyor Allah. Allah'ın buyruğuna amel kılış yüzünden periştiler Adem Aleyhisselam'a secde kıldı. Beşincisi Allah Teala Adem Aleyhisselam'ni cennet kirgizdi. Cennette halıganca yaşanlar. Fakat bütün meyvelerini insanlar buldu. Fakat bir daraxtga yaqinlashmalar. Ondan başqa cennetning bütün nazu ne'matlarning hammasi sizlarninki tam bahrlansanlar buldu deb cennetni Adem Aleyhisselam'dan cennetga kirgizdi. Yani şu 5 tarafdan Allah Teala Adem Aleyhisselam Ademni, insonni farishtalardan ustun qildi. Tushundinglarmi? Tushundiq. İnsan naitimi hürmetlikmiken? İnsan naitimi hürmetlik, naitimi izzetlik. Allah Teala insanı mana şunday hürmetlik, izzetli qilib yaratgan. Şunlaşqa biz yer yüzüde qanday qilishimiz kerak? O'zimizning izzetini, o'zimizning hurmatini o'zimiz qilib yashashimiz kerak, Endi hammalar biladigan bir savolni so'rab boqay. İblis nima uchun Adem Aleyhisselamga secde qilmadi? Qaysinglar javob berib boqasizlar? Men. Javob berib boqing. İblis, men o'tdan yaraldım. Adem laydan yaraldı. Men onu üstün deb. Takabburlik qilib secde qilmadi. Maşallah, mukammal javob berdingiz. Yana qaranglar. Sot surasining 76-oyatida hozir javob bergan o'quvchi o'qib bergan oyatni. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من الطين. İblis, men onundan artık meni o'tdan yaratgan, onu laydan yaratgan dedi. Maşallah. Bu ayetni siz yad bildikansiz, maşallah. Yani depti İblis, men onundan artıq. Meni o'tdan yaratding, uni laydan yaratding dedi. Biz buni nereden bildik? Sot surasining 76-oyatida Allah Teala bizga İblisning Adem Aleyhisselamga secde qilmoq sababini mushtab bizga bildirdi. Yani İblis takabburlik qildi. Yani Allah Teala'nınki Adem Aleyhisselamni üstün yaratganligini bildi. Bütün şeylerin namlarını bildirgenlikini, şundaqo o'zi qo'l bilan yaratganligini, farishtalarga sajda qilinglar deb sajda qilishga buyurganligini, mushundaq noitimi hurmat qilganligini bilib turib, qanday qildi? Men undan ortiq deb takabburlik qildi. Takabburlik qildi. Meni o'tdan yaratgan bo'lsa, uni laydan yaratgan bo'lsa, deb takabburlik qilib, shuning bilan sajda qilmadi. Bu yerdagi takabburlik nimaga sabab bo'ldi? Iblisning kofir bo'lishiga sabab bo'ldi. Maşallah. Bunun cevabını bu sual doğruluk o'tgansa to'xtalib o'tgan to'p. Qaranglar. Adem Aleyhisselam nima uchun jannatdan qo'g'landi? Bu savolning javobini cho'qim sizlar bilasizlar. Qaysinglar javob berib boqasizlar? Men desam bo'ladimi? Aziza javob berib boqing. Allah plan qilgan edi. Va Adem Aleyhisselam daraxtdan yedi. Adem Aleyhisselam Allah Teala bir çekilgan daraxtning mevasini yedi, shundaymi? Tamam. Yani ben to'liqroq javob beray. Adem Aleyhisselamni Allah Teala jannatga kirgizdi, shundaqo. Hamda Adem Aleyhisselamning qovurg'isidan Havonimizni yaratdi. Shuning bilan Adem Aleyhisselam Havonimiz bilan jannatda noyatimi qo'shilib quram yashadi. Allah Teala ulishkisiga bütün meyvelerini insanlar buldu. Bir daraxtga yaqinlashmanglar, uning mevasini yemanglar deb ularga bir sinoq qildi, shundaqo. Shuning bilan shayton o'zining jannatdan qo'g'linib, kofir bo'lib jannatdan qo'g'linib ketganligini kimdan ko'rdi? Adem Aleyhisselamdan ko'rdi. Mushu Adem Aleyhisselamning sababidan men jannatdan qo'g'linib ketdim deb shu fursat kutib turdi. Qachon mushlarni bir oz do'stam, bularmi Allohning buyrug'iga amal qilmay jannatdan qo'g'lansa deb o'chilish maqsadiga keldi. Shuning bilan
Şeytan vesves qilib, ya'ni uzuq bir mezgil o'tgandan keyin şeytan vesves qildi. Nima vesves qildi? Mayatni ko'rib boqayli. Ya'ni şeytan Adam alayhissalomga vesves qilib mundaq debdi. Ey Adam, sana men degan odam o'lmaydigan daraxtni va zaval topmas podshohlikni ko'rsatib qo'yaymi dedi. Ya'ni mushu daraxtning mevasi sen o'lmaysa, ham mengu o'sha podshoh bo'lsa deb vesves qildi. Ya'ni şeytan vesves qilgan chog'da hargizmi Allohning buyrug'idan chiqqan, Allohga osiylik qilgan deb vesves qilmaydi. Balki boshqa yo'llar bilan, chiroyli gaplar bilan qaranglar. Sen mushu mevani yesang, shu o'lmaysa, mengu zaval topmaydigan bir podshoh bo'lsan deb chiroyli yo'llar bilan aldab, shundoq vesves qiladi ekan. Shuni bilan Adam alayhissalom qanday bo'ldi? Shaytonning vesvasi kirib ketdi. Daraxtning mevasini yeb qoldi. Keyindanchi havonimiz ishkisinki u yerda xiyallari ichilib qoldi. Shuni bilan Adam alayhissalom qanday qildi? Noytim bek pushaymon qildi. Bek pushaymon qilib Alloh taologa tavba qildi. Ya'ni bu ishkisinki daraxtning mevasini yeganligi, shuni bilan ularningki shunday avratlarning ichilib qolganligi to'g'risidagi oyatimiz Taha surasininki 121-oyatida tilga olingan. Endi boshqa nurg'un oyatlarda bor. Masalan, A'rof surasidan bor, Baqara surasidan bor, bu to'g'riliq nurg'un oyatlar bor. Mush oyatlardan biz buni bilib olsak bo'ldi, ha? Tamam, oyatning mazmunini deb bo'ldi, o'qimaylik, keyingi oyatni qo'ylar. Ya'ni men degandek Alloh Adam alayhissalom qanday qildi? O'zining gunohiga tavba qilib, Alloh taologa duo qildi. Unda duo qildi: "Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin" debdi. Ya'ni Parvardigorimiz, biz o'zimizga zulm qildik. Qanday zulm qildik? Ya'ni o'ziga zulm, Allohning buyrug'iga itoat qilmaslik bilan jannatdan qo'g'ilib ketib o'zi zulm qilib qo'ydimi? Zulm qilib qo'ydi. Alloh taolo bu jannatga kirgan vaqtda degandi ularga mushu shayton iblislar uchun oshkora dushmandir. Uningki vasvasiga, uningga ergishib ketmanglar. Agarda sizlar mush nimadan jannatdan qo'g'ilib ketib qolsanglar, jafo tortib qolasizlar deb Alloh taolo bularga oldin nima qilgan? Oldin ogohlantirgan. Ammo lekin bularcha unutib qoldi. Adam alayhissalomning havonimiz unutib qoldi. Shuning bilan mavduani qildi, ha? Biz o'zimizga zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, ya'ni bizning gunohimizni kechirmasang degan gap, ha? Bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon taqishdan bo'lib qolamiz. Qanday ziyon tortib qoladi? Alloh mag'firat qilmasa, rahim qilmasa, jannatga kiralamdan keyin jannatga kirolmaydi. Jannatdan qo'g'linib ketdi. Zimminda bir mezgil yashagandan keyin yana qaytib jannatga kirdi. Shundami? Agar Alloh taoloning mag'firati bo'lmasa, jannatga kiralamdan qaytlatdan jannatga kirolmaydi, ha? Shunday Alloh taologa bu duoni qildi. Alloh bularning duosini qabul qildi. Shuning bilan bu duoni qabul qilish bilan birlikda jazosini Alloh taolo qildimi? Jazoladi ularni. Qanday jazoladi? Mag'firat qildi, gunohini mag'firat qildi, o'chiribdi. Ammo lekin hinalam zaminga tushiribdi. Zaminga tushirib, shu yerda yashanglar. Ya'ni shayton bilan endi deysanglar, keyin oyat qarab boqaylik, ha. Sizlar, ya'ni shayton bilan inson, inson bilan shayton bir-biringizga dushman bo'lgan holda yer yuziga tushinglar debdi. Yer yuziga tushinglar. Ondan ajlinglar tutganga qadar, ya'ni Alloh yozib atganmish ajlinglar to'shqanga qadar yer yuzi tursizlar, ya'ni yer yuzida yashaysizlar va yer yuzidagi narsadan foydalansizlar dedi. Shuning bilan Odam alayhissalomning eng chong dushmani kim bo'ldi? Shayton, iblis bo'ldi, shundaqmi? İnsan, iblisning dushmani kim bo'ldi? Inson, Odam alayhissalom bo'ldi. Shundan bir-biriga dushman bo'lib yer yuziga tushdi. Yer yuziga tushdi, ha? Men o'zim o'qiraya. Ondan keyin shayton Alloh taologa menga kishilar qaytib turildirgan kungacha, qiyomat kunigacha menga muhlat bergan. Ya'ni mush qiyomat kunigacha men sening bandalaringni ozdiray. Menga muhlat bergan dedi. Alloh taolo ma'qul san muhlat beriladi dedi. Shuna iblis dediki, meni ozdirganliging sababli, ya'ni men ezib ketib jannatdan qo'g'langanligim uchun cho'qim mushu Odam alayhissalom va uning avlodlariga vasvas qilish uchun
Şunun to'g'ri yo'lining ustida o'ltirman. Yani Adem Aleyhisselam'ның ballarına, yani Adem Aleyhisselam'a ve onun avlatlarına vesvese qilish uchun senin yolunda, Allah yolunda menişten to'siman dedi. Senin yolunun ustida o'ltirman. Ve ularninki, yani Adem Aleyhisselam ve onun avlatlarınınki aldıdan, arkasıdan, o'ngidan, solidan hücum qilaman. Ularning ko'pchiligining ne'matimga shukr qiluvchilar emasligini ko'rasan dedi. Bu yerda shayton nepti odamninki, odam bolalarininki aldıdan, arkasıdan, o'ngidan, soldan hücum qilib, sening yo'lingdan shunda to'siman debdi. Allah Taala debdi. Cennetden ayıplangan ve merhametimden, rahmetimden mahrum kılıngan halde çık. Ularning ichidan, yani şu adam balarının ichidan sana ergeşkenlerini koşup, yani şeytanga ergeşkenlerini koşup, hemmanlar bilen çoğum cehennemde toldurman. Hemmanlarni dozaq tashlavatıman. Seni ve sana ergeşkenlerini debdi Allah Taala. Yine Allah Taala debdi ki şeytanga, ularning ichidan, yani odamning va odamning bolalarining ichidan qo'zg'ata oladiganligi odamning ovozing bilan, ya'ni gunoh chaqirishing bilan qo'zg'atgan. Butun ovozing bilan qo'zg'atgan. Otliq va piyoda qo'shining bilan ularga hujum qilgan. Butun qo'shinlarini boshlab kelib hujum qilgan. Ularning bolalariga, mollariga sherik bo'lgan. Ularga yolg'on va'dalarni bergan. Shaytonning ularga bergan va'dasi haqiqatda faqat aldamchilikdir dedi. Yani kulluğunun kelgen bütün işlerini kılgan deb izin berdi Allah Taala. Yani bu yerda ovozing bilan gunoh chaqirish bilan qo'zg'atgan degan gapni olimlar mushu naqshi muzikalarni insonlarni ozdirgan deganlik bo'ldi debdi. Otliq va piyoda qo'shining bilan hujum qilgan degani mushu insonlardan va jinlardan bo'lgan bütün shaytonlarning hammasi kelib mushunda qo'shin tortib kelib hujum qilsangmi, ana qilolsang qilgan debdi. Ularning mollariga, ballarga sherik bo'lgan degan gapchi, nim degan gap desanglar, mollarga sherik bo'lish degan gap, mollarni isrof qilish. Allah buyurgan yerga emas, balki buzib chechib, Allah gunoh bo'lgan yerga mollarni ishitish degan gap. Ballarga sherik bo'lgan degan gap desa, bir odamningki bir ballari, odamning bir balasini, masalan, sizlar ballarga, mushu ballarni Allohning yo'lida emas, balki kafirlarning yo'lida tarbiyalaydigan, ashunda qilgan deyish bo'ladi. Yani agarda bir ota-ona balalarini İslamiyet yo'lida tarbiyalamasa, nima bo'ladi? Bu balaga shayton sherik bo'lgan bo'ldi ekan. Shayton sherik bo'lgan bo'ldi ekan. Yani Allah Taala shaytonga shuni debdi. Endi o'ylab qolgan bo'lishinglar mumkin. Allah Taala nima deb mush insonlarga, shaytonga shuni degandi? Nimishqa insonni ozdirish uchun muhlat bergandi? Buningdagi sababi nimada deb o'ylab qoldinglarmi? Albatta o'ylab qoldinglar shundami? Shayton shunday eski tursa, insonlarni Alloh taolo shunday yaxshi ko'rgan tursa, shunday aziz qilgan tursa, hurmat qilgan tursa, nimish shaytonga mush insonlarni ozdirish uchun ruxsat bergandi deb o'ylab qoldinglarmi? Chuqur o'ylab qoldinglar. Buning javobini biz tuvandagi sura Saba'ningki 21-oyatidan buning javobini topaylik. Ya'ni bu oyatdan bilimiz qaranglar. İblisning bir qitmoq biraya, iblisning ular ya'ni ergashishlarning ustidan, iblisga ergashadigan shundaq iblis ozdirib ketgan kishilar ayli. Mushlarning ustidan vasvas qilish bilan, ularni ozdirish bilan hukmronlik qilishi, ya'ni insonlarni ozdirishi faqat bizning oxiratga iymon etuvchilar bilan uningga shak keltirguchilarni bilib olishimiz uchundir. Nima uchunki? Ya'ni bir insonning oxiratga iymon etmamdu, Allohga haqiqiy mustahkam iymon etib, din yo'lida mustahkam turamdu, yoki bo'lmasa u kishida ozroq shak bormi? Ya'ni ching turolmaydigan, undaq lingirtaqtaq iymoni bormi? Mushuni bilib olish uchun Alloh taolo iblisga nim qilibdi, izn beribdi. Ya'ni bir insonningki iymonining mustahkam yoki emasligini, iymonida shak bormi emas, bu shuni bilish uchun qanday qilibdi? Allah Taala iblisning insonlarni ozdirishiga yo'l qo'yibdi. Agarda biz iymonimizda mustahkam bo'lsak, shayton bizni ozdira olmaydi. Faqat qanday kishini ozdirdi ekan? Iymonda shak bo'lgan, iymoni mustahkam bo'lmagan kishilarni iblis ozdirdi ekan, ha? Qarab boqaylik, bu to'g'riliq oyatni ko'rib boqaylik. Azizlar, siz o'qib boqamsiz? Ma'qul.
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Şüphesiz ki müminler ve Parvardigara tevekkül kılgıçılar, yani yülengiçilerinin üstün şeytan hükümranlık kılalmaydı. Yani Parvardigara için yülengen müminlerge şeytanın vesvese tesir kılmaydı. Aferin okudan. İnnemâ sultanuhu alellezîne yetevellevnehu vellezîne hum bihi yüşrikûn. Şeytan fakat özünü dost tutanlar ve özünün ihva kılışı bilen müşrik bulup ketkenler üstüdün hükümranlık kılıdı. Maşallah. Yani bu Nahl suresinin 99. 100. ayetinden biz nayet emin kıldıkemiz. Yani müminler, yani iman etken kişiler ve Parvardigara tevekkül kılgan kişiler, fakat Allah'a yöneldiğin kişilerin üstüden şeytan hükümranlık kılandıkken, şeytan vesves kılandıkken ondan insanlara vesves kılanmaydıkken, biz hakiki iman etsek, mümin bolsak, Parvardigarımızga yönelsek, şeytan bizge vesves kılanmaydıkken. Qanday kishi vesves qildikan şeytan? Faqat o'zini do'st tutadiganlar, shaytonni do'st tutadigan, shaytonning yo'lida mangdigan kishilarni va o'zining ig'vo qilishlarini, o'zining fitnasi bilan mushrik bo'lib ketganlarni ustidan hukmronlik qildi. Bular qanday insonlar? Kofir va mushriklarning ustidan shayton hukmronlik qila oladi, shularga vasvas qila oladi. Ammo lekin mu'minlarga Parvardigor tavakkul qilsaga shayton hukmronlik qila olmaydi deydi. Oyatni tushundinglarmi? Tushundik. Agar biz haqiqiy mu'min bo'lsak, Parvardigorimizga tavakkul qilsak, shayton bizga vasvas qila olmaydi ekan. Maşallah. Endi shayton vasvas qilgan chog'da biz qanday qilamiz? Mu'minlar qanday qilish kerak shayton vasvas qilgan chog'da? Buni biz A'rof surasining 201-oyatidan bilamiz. Qaysini o'qib boqsizlar? Ustaz, men o'qimay, men Fatima. Fatima o'qimay. Fatima o'qimay. الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Takvadan kişiler şeytanın vesvesesiyle uçrisa Allah'ı esleydi ve hakikati sürülenip şeytanın vesvesesinden halat tapıdı. Yaxshi, maşallah. A'rof 201-oyat. Yani taqvodor kishilar agar shaytonning vasvasiga uchrab qolsa, shayton qanday vasvas qildi? Shaytonning har xil vasvas qiladigan yo'llari bor. Biz buni kelar soatda o'rganamiz. Shayton nurg'un vasvas qiladigan yo'llari. Masalan, namoz o'qisanglar vasvas qilish mumkin. Har xil kallanglarga xayollarni keltirish mumkin. Qur'on o'qisanglar, sen kesh Qur'on o'qiyveramsan, menga boshqa ishni qilib o'ynay deb sizlarga vasvas qilish mumkin. Degandek har xil yo'llarla vasvas qilish mumkin. Agar biz taqvodor bo'lsak, shunday vasvasga uchragan chog'da qanday qilishimiz kerak? Avval Allohni eslashimiz kerak. Allohni eslab, haqiqatni ko'rib olishimiz kerak. Voy, shayton meni ozdiribdi-da deb mush haqiqatni ko'rib olgandan keyin shayton qanday qildi? Biz shaytondan qutuldik ekanmiz. Shayton bizni qat'iy ozdir olmaydi ekan. Tushundinglarmi? Qanday qilamiz shaytonning vasvasiga uchrasak? Allohni eslaymiz. Haqiqatni ko'ramiz. Shuning bilan biz shaytondan xalos topamiz, ha? Maşallah. Dersimiz az qoldi. Alloh taolo debdi-ki, shayton haqiqatan sizlarga dushman deydi. Bu shayton sizlarga haqiqatan ochiq dushman deb nurg'un oyatlarda keldi. Qur'on Karim o'qisanglar ko'rsizlar. Inna shaytona aduwwun mubin.
Yani Yasin suresinden var. Yani şeytan sizler için aşkarı düşman. Yani bazı düşmanlar var. Mesela yuşurun şundan koyup onun düşmanlığını biz bilemeydiğin düşmanlar var. Ama şeytanın düşmanlığı uçuk aşkara. Yani Adem Aleyhisselam yaratılıp zamanına düşken çağdılar. Şeytan onun düşman bolgan. Şundan koy. Yani şeytan yani Adem Aleyhisselam'a onun evlatlarının hemmesiga azdırman deb düşman aşağıda uçuk aşkara düşmanlığını Allah'ın aldı etiraf kılıp şöyle aşkara e'lon qilgan. Yani bizden uçuk aşkar düşmanımız nima ekan? Şeytan. Bizden düşmanımız. Allah Teala devatıdı. Onu düşman tutunlar devatıdı. Şeytanı düşman tutunlar. Şeytan özünün təvəllərini, yani şeytan özüge ergeçmişlerini ehli dozaqdan buluş çağırdı. Dozaq kiriş çağırdı. Şeytan ve yağız dozaqda köymey deb cıhraq adamni azdırıp cıhraq adamni dozaq kirishni ümit qildi. Yani Allah Teala bizge şeytan degan aşkarı düşman, onu düşman tutunlar, onunla ergeçip ketmanglar devatıdı. Şundan çıkıp ben bunu qana qildim da esip qoydum qaranglar. Şeytan bizge düşman. Hemenler bildiğinler şeytanın düşmanlığını. Şeytanın düşmanlığını bildiğinler. Maşallah. Bizden birinci düşmanımız ne miken? Şeytan. Şeytan. Bizden aşkarı düşmanımız şeytan. Tamam. Şeytanın düşmanlığını bildiğinler. Ondan az bir soru sorup bakay. Şeytanlar kimler? Hem şeytanını biz gözüne göremeyeceğimiz kan ne bilen şeytandı o? Aysalar bilisler? Şeytan da ne deyimiz? Şeytan degan cin otdan yaratılgan. Şeytan degan cin. Cinlarning ichida musulmonlar bormi? Yok. Cinlarning ichida musulmonlar mı var? Cinlarni qaranglar. Musulmonlar mı var? Cinlar, kafirlar mı var? Hem de bu iblisçu cinlardan te. Kafir bo'lgan bir cin, shundaqmi? Hem de Allah Teala şeytanını kimler deydiken ayet qarab bakaylı. Allah Teala ve kezalike cealna li kulli nebiyyin aduven şeyatinel insi vel cinni deydi. Yani biz peygamberlerin hemisiga insandan ve cinnin bo'lgan şeytanlarını düşman kıldık deydi. Veya da şeytanın kimden buldu depti Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insandan ve cinnin buldu depti. İnsandan ve cinnin bulduğun şeytanlar var depti. Cinnin bo'lgan şeytanlarga bilisizlar iblisninki do'stlari shundoqqa iblisning do'stlari. Ammo yana birisi bilib olasizki, jinlarning ichida bu musulmonlar bor. Musulmonlar shaytonmi? Shayton emas. Jinlarning ichida bo'lgan musulmonlar shayton emas. Endi insonning bo'lgan shaytonlar bor deydi Alloh taolo. Insonning bo'lgan shaytonlar bor. Allohning yo'lidan to'sadigan insonlarning hammasi shayton deydi. Allohning yo'lidan to'sadigan sizlarni Allah ibaret qilishdan to'sadigan insonlarning hammasi shu shayton. Hammasi shayton. Ya'ni shayton ikki turli bo'ladi. Birisi jinlardan bo'lgan shayton. Jinlardan bo'lgan shayton. Yana birisi shu insoniy shayton. İnsandan bo'lgan shaytonlar. Endi qaysi yomon sizlarcha? Jinlardan bo'lgan shaytonlar yomonmi, insondan bo'lgan shaytonlar yomonmi? İnsan. Maşallah. İnsandan bo'lgan shaytonlar yomon. İnsandan bo'lgan shaytonlar yomon. Jindan bo'lgan shaytonlarga nima deymiz? A'udhu billahi minashaytonirrojim desak elimizdan ketadi. İnsoniy shaytonlarni biz bila olamizmi? Ba'zida farq etmay qilishimiz mumkin. Ularni biz a'udhu billahi minashaytonirrojim desak elimizdan ketmasligi mumkin. Yani insanның shaytonliklari, yani insanның hiyla mikrlari, insanның Allohning diliga bo'lgan ziyonkashligi jinlardan bo'lgan shaytonlarga yomon. Shunlashqa shayton degan chog'da sizlar faqat iblisni ko'z tutmanglar. Shayton kimlar ekan? Jinlardan bo'lgan shaytonlar ham insondan bo'lgan shaytonlar bor. Endi savol, shaytonni qanday taqobil turamiz? Buni Qur'ondan ko'rib boqaylik. Alloh taolo nima debdi? Qaysini o'qib boqsizlar? Bölüm ben okuyayım. Ben Nefise. Bölüm ben okuyayım. Nefise o'qib boqma. Ve imma yaz'annaka mineşşeytani nezghun fasta'iz billahi innehu semi'un alim. Eğer şeytan sana vesvese kılsa şeytanın vesvesesinden Allah'a sığınıp
panah diligin. Allah hakikaten sözünü anlap turğucudur. İşini bilip turğucudur. Maşallah, Allah razı olsun. Bu ayette Allah Teala deydi bizge, eğer şeytan sana vesvese kılsa, yani bizni azdumakçı bolsa, azdugalıqını bilip qalsa qanday qıl ekanmiz? Şeytanın vesvesini Allah sığınıp panoh tilaydi ekanmiz. Allah hakikaten sözünü anlap turğucudur, işini bilip turğucu deydi. Yani Allah'tan panoh tilash deganidan gap. Allah'a sığınıp şeytandan panoh tilashni biz qanday qilamiz? Qaysi kelime bilan qilamiz? Qaysi kelime o? Allah'a sığınıp şeytandan panoh tilash. Qaysi kelime ekan? A'udhu billahi mineşşeytanirracim degan kelime. Yani şeytan bizga vasvasa qilgancha nima deydi ekanmiz? Nima deydi ekanmiz? A'udhu billahi şeytanirracim. Maşallah. Mayli bizga shaytondan birisi deyapmiz. Ko'rinmaydigan jinlardan bo'lgan shayton vasvasa qilsin. Yoki bo'lmasa bir odamiy shayton kelib bizga vasvasa qilib yomon yo'lga boshlasin. Qanaqa nima deydi ekanmiz? A'udhu billahi mineşşeytanirracim deydi ekanmiz. Shuni Alloh taolo bizga yordam qilib, shaytonning vasvasasidan bizni saqlaydi ekan. Bildinglarmi? Yo'q, maşallah. Allah şeytanning vasvasasidan saqlanishniki yana bir yo'li Alloh taolo Qur'oni Karimdagi sura Nas surasi bilan Falaq surasini o'qish. Nas surasi bilan Falaq surasini ma'no qo'ya olamsizlar? Ha. Qo'ya olasizlar, shundaymi? Lutfullah o'qib beqinglar. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Maşallah. Qaralama, qul a'udhu bi robbin nas surasida min sharril vasvasil xannas degan shaytonning ismi. Mush xannas bo'lgan shaytonning vasvasasining sharridan, ya'ni vasvasasiniki yomonligidan panoh tilayman degan gap. Allazi yuvasvisu fi sudurin nas. O shayton bo'lsin bizning insonlarning qalbiga vasvasa qiladi deydi. Minal jinnati wan nas. Minal jinlardan bo'lgan va insonlardan bo'lgan shaytonlar demakchi. Jinlardan bo'lgan insonlardan o'xshash shaytonlar bizning insonlarning qalbiga vasvasa qiladi. Ashundan ey Alloh, sendan sog'lig'ini panoh tilayman degan mazmundagi oyat. Bu oyatningki tarjimasini darsini tushgandan keyin aytib ko'rib beqinglar. Qul a'udhu bi robbin nas bilan Falaqningki ma'nosini ko'rib beqinglar. Bugungi darsimiz şeygacha. Yana biz bu darsimizni nima degandik? Odam alayhissalomningki yaratılishdan tortib, keyin shayton bilan Odam alayhissalomning yer yuziga tushganligi, ikkisining dushman holatga tushganligi, Alloh taolaning shaytonga muhlat berganligi, shundan insonlarni ozdirish uchun muhlat berganligi, nima uchun muhlat berganligi degandek, shaytonning vasvasasi qanday taqobil turamiz degan nurg'un masalani so'zlab chiqdik bugun. Inshaalloh kelasi soat darsimizda biz shaytonningki insonlarni ozdirishning yo'llarini ko'ramiz. Bu azdırğanın yollarını bilib alsa qanday qilamiz taqobil turishni oson bo'ladi. Buningki 14-15 xil yo'li bor ekan shaytonning inson azdırdigan. Mushu yo'llarni hamini bilib olaylik. Oradan keyin shaytonga biz azmaydigan shaytonning vasvasasiga ergishib ketmaydigan bo'lamiz inshaalloh.